Tak, stop, yozishinglar shart emas. Men yaxshi bilaman, vokaldan hech qachon omadim kelmaganini. O'shaning uchun sizlardan uzr so'rayman, sizlarni asablayotganim uchun. Bilas, bugun syomkalar yo'q, ishlarim yo'q, ko'chada dublyajim yo'q va bugun men uydaman. Sizlarga foydali bo'lishi uchun reels olmoqchiman. Ja foydali bo'lmaskan o'ylab qarasam, ya'ni ko'pda ma'naviy ozuqa bera olmasam ham bu reelsim orqali sizlarga makiyajinglarda foydali bo'ladi. Asli bo'lsa ham o'g'il bola o'tkazib olishinglar mumkin, bemalol vaqtinglarni sarflashinglar shart emas. Mendan ko'pchilik syomkada so'rashadi-da, kipriklaringiz tabiiy uzun ekan, qanaqadir svretka yoki yog'lardan foydalanasizmi o'stirish uchun deb aytishadi. Da, meni kiprigim uzun, bizning genimizda shunaqa, oyimlar, adamlarning ham kipriklari uzun, menimcha 1 metrdan desam bo'ladi, lekin men yolg'on gapirishni yoqtirmayman. Da, bir xil joylarda o'zimnikida bor ekanman. Kipriklar bugungi darsimiz. Men bu kipriklardan emas, mana bu kipriklardan foydalanaman. Buni men o'tgan yili Turkiyaga borgan paytimda o'rtoqlar, sizlarni orzu qilganingizdek deb adashimam mumkin edi, lekin men hech qachon Turkiyaga bormaganman. Buni Orizordan olganman. Orizordan. Buni qancha uzunini olsangiz ham zontikdek bo'lib turmaydi-da. Kimdir so'raganda kipriklarim o'zimniki desanglar, ishonadigan versiyasi mana shu kipriklar bo'ladi o'rtoq. Men bu kiprikni yopishtirishim uchun mana buni klaydan foydalanaman. Da, hayot shunaqa adolatsiz. Birinchi o'chirtda men qayirib olaman. Kiprigimni qayirib oldim. Buni kiprigimiz tagiga surib olamiz. Ko'rib turganingizdek, kiprigimiz tagiga surib oldik. O'rgating sizlarga, kiprikni hech qachon tepasidan boshlab bundoq tortmaylik. Yulinib ketadi va yopishtirganingizda xunukroq bo'lib qoladi. Tagidan boshlab bundoq olsanglar, mana akkuratniy bo'lib chiqadi kiprik. O'zinglarni orqa tomondan boshlab yopishtirib chiqasizlar. Kiprik podvodkadek bundoq bo'lib ko'zinglarni tepaga bundoq ko'tarib berish uchun buni bundoq to'g'ridan emasda, bunaqaroq qilib yopishtirasizlar mana. O'rtoqlik kipriklarni yopishtirib oldik. Ko'ryapsizlar, bu bilan buni unchalik ham farqi bo'lmayapti. Meni maqsadim ham shu, ya'ni bidek ko'rinishni xohlayman. Ko'rishinglar mumkin. Keyingi bosqichda men buni ustiga tush suraman. Tushimga ahamiyat beringlar. Yoshliginglarda ishlatgan o'sha ko'zli tush. Aynan mana shu ko'zli tush bilan mana bu kiprik juda ham chiroyli effekt beradi. Tabiiy qilib dona-dona qilib qo'yadi. O'zinglarni tabiiy kipriklarga tush surgan deyman. Ortiqcha hech narsa kerak emas qizlar. Da, sizlar o'ylaganinglarchalik wow rezultat bo'lmagan bo'lishi mumkin. Kundalik makiyajda menimcha mana shu rezultat yetadi. Tadbir uchun qiladigan bo'lsanglar, mana bu to'qroq rangdan foydalanib olasizlar asli chetiga. Bugungi qizlarga atalgan videoyimiz shulardan iborat edi. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.